Assalomu alaykum vatandoshlar. Mustaqillik yo'lida izlanish programmamizning 36 soniga xush keldinglar. Bugun biz mustaqillik yo'lida harmay talmay kurash qilayotgan mustaqillik yo'l jangchisi Sharq Turkiston surgun hukumati tashqi ishlar ministri Salih Xudoyor apandimni programmamizga taklif qildik. Suhbatimizga xush keldingiz. Hoş bulduk, rahmet. Biz hozir hamkorlik munbirining oldida turyapmiz. Shuning oldingi davrda 26-yillar bizning hamkorlik munbirimiz rasmiy ochildi. Harakat etamiz. Bugungi programmadan burun men bizningki Cumhur raisimiz Mehmet Minala efendim yozgan bir hikoya bilan bu programmani boshlaydi. Chunki bu kichkina bir yozma nurg'un narsalarga javob bo'ladi ekan. Hammanglarningki astoydillik bilan anglashinglarni umid qilaman. Qonunda va axloq ilmida Padişah Sulaymonning hukmi deydigan bir hukm bor. Bu hukm mundaq bir ajoyib hikoyadan kelgan. Elchilar qaraganda bir kuni Sulaymon shahning oldiga bir buvoqning haqiqiy onaligini talashib qolgan ikki ayol arzib keladi ekan. Har ikkisi buvoqning o'zining bolasi ekanligida ching turadi ekan. Sulaymon shah buvoqni o'ttirdan ikkiga parchalab, har bir ayolga yerimdan berishga buyuradi ekan. Birinchi ayol buni adil hukm deb qabul qiladi ekan. Ikkinchi ayol bo'lsa, Sulaymon shahga yolvorib, buvoqni birinchi ayolga berishni, buvoq sog' salomat bo'lsa, o'ziga shu kifoya ekanligini aytib yolvoradi ekan. Sulaymon shah oxiri bu buvoqni ikkinchi ayolga buyuradi ekan va deydi ekanki, birinchisining shaxsiyatchiligi va bag'ri qattiqligi uning niyatining yomonligini isbotlaydi. Ikkinchisi dal buning aksicha, shunga buvoq uningki. Hikoyadan ibratlar. Birinchi, hukm qilishda bo'libmi axloqiy hukm qilishda betaraflik, pam-farosat va odillik muhim. Ikkinchi, birovning yuqori ovozda vaqirab chaqirishi va gapga ustunligi uning haqdorligini bildirmaydi. Aksicha, yana birining texmi zo'r adolatsizlikning yuz bermaslik uchun ovozini vaqtincha chiqarmasligi yoki chiqara olmasligi uning haqsizligini bildirmaydi. Azizligini texim bildirmaydi. Üçüncü, ba'zida texim zo'r ma'naviy axloqiy kirsiz va adolatsizlikning yuz bermasligini ko'zlab, xuddi ikkinchi ayoldek o'zining ziyniga ish qilish esil fazilatdir. Adolat amon bundaqlarning yanada bo'ladi. To'rtinchi, sening bag'ri yumshoqliging va odilligingdan qarshi taraf foydalanib ketishi mumkin. Ammo buning bilan o'zingning tabiatingga qarshi ish qilma. Ish qilsang, ular bilan bo'lgan farqingni yo'qotasan. Oxiri o'zingni yo'qotasan. 5. Esingda bo'lsinki, mayli kim bo'lsin, o'zining manfaati uchun xuddi birinchi ayol bu vaqtning ikkinchi parchalanishini qabul qilgandek, yomonlikni qabul qilsa va uningdan yonmasa, demak u har qanday yomonlikdan yonmaydi. Uning yomonligining cheki yo'q, faqat bo'l. 6. Har qanday hukm qilganda chuqum Sulaymon shahdek taraflarning shaxsiy manfaati oldida o'zini qanday oshkorlaydiganligiga diqqat qil. Oshkorlamasa, oshkorlatquz, ondan hukm qil. Shundala adil bo'la olasan. 7. Adillik bir ideal holat emas, balki aqlning tarosiga silinadigan bir jarayondir. Adil bo'l, ammo oldi bilan aqlliq bo'l. Xo'sh, Salih Xudoyor efendim, biz suhbat kelaylik. Bu qatimliq suhbat temamiz harakat ustida afg'onlik deyildi. Demak, harakat ko'zda tutildi. Nima uchun? Chunki ig'izda harakat bilan ig'izdagi gapninki tamoman o'xshamaydi. Chunki ig'izda voy hamkorlik qilamiz, voy anda qilamiz, manda qilamiz degan bilan uni ishga amaliylashtirish kerak. Bo'lmasa shu ig'izdagi gaplam qilaveradi. Bizninki hozirgi bu da'vo jarayonimizda nurg'un ishlarni qilamiz deb, masalan, mayli surgun hukumat bo'lsin, mayli umumiy Sharq Turkiston diasporasi tashkilotlar yoki nimalar bo'lsin. Nurg'un yaxshi narsalar o'tirib qo'yildi. Ma'ni qilishimiz kerak deb. Ammo buningga aloqador harakatlar elib berilmadi. Buning turli sabablari bor. Ba'zi uningga aloqador harakatlarni yapirish uchun shu keraklik sharoit, rasmiy bu narsalar bo'lmay qoldi yoki kishilar bo'lmay qoldi desak bo'ldi. Yana birisi shu
xalqimizningki erkek qilmasligidan shu kompyuterning oldida turib oliblam voy ani qilsak bo'ldi ekan deb ammo o'zininki majburiyatini shuningga erkek qilmasligidan bular kelib qilayotgan ishlar. Masalan, eng oddiysi diniy nuqtadan aytsak, men o kadar bir dindar biri emas. Rost gapni qilsam bu yerda men o'zimni dindar bir ko'z tuvasam bo'lmaydi. Ammo Alloh nima deydiki bizga bir ishni oldi bilan niyat qilishimiz kerak. Va shuningga harakatimizni olib berishimiz kerak. Shu ishni qilish uchun qo'limizdan yetkinchini qilishimiz kerak. Qilmay turib, ishni qilmay turib, Allohim ani ba deb o'tasak, Alloh u duosimizni qabul qilmaydi. To'g'ri. Harakat qilishimiz kerak shu ishga. Har qanday qildigan ishimizni shu harakat ustidan nima qilish kerak? Planni qo'yishimiz kerak va plan qarta harakatni olib berishimiz kerak. Masalan, eng yaqinda qilganimiz biz planni qo'ydik, nimani o'tirib qo'yamiz deb. Masalan, eng yaqin ishimiz qilgan hamkorlik ishimiz desak bo'ldi. Chet eldagi muhojiratga barliq qarindoshlarimiz tashkilotlar bilan Amerikaga nimani yo'lladik? Amerika parlamentiga bizningki necha 61 tashkilotningki imzo qilgan nimasini yo'lladik. Imzosini. Agar shu tor orqali ham yo'llab qo'ygan bo'lsak, yana aqmaydi bu ish. Shuning uchun biz 2 haftadan ortiq vaqt ketdi. Kunda shu biz 100 dan ortiq nimaga chiydik? Muhim nimalarga, masalan, Tashqi ishlar komitetininki ishxonaning a'zolariga, ham senatniki, ham nimaniki, Xitoyga aloqador ishg'ollarga, davlat bexatarlik, ya'ni vatan bexatarlik deydi, Homeland Security nimalarga, istixborotlarga hammasiga yetkizdik, chirib. Va bir necha bilan onunki bir 50-60 dan ortiqroqlar bilan 100 tarana az deganda yarım soatdan o'tirib anlatdik bu dardimizni. Bu bir harakatninki uslubi. Agar biz shu imzo qildik deb ham ishni qilmaylam, bo'ldi deb Twitterga chiqarib qo'yaplam, shu tugdi desa, uni harakatga hisob qilsak bo'lmaydi. Yana birisi hozirgi oldimizda kelar haftada shu munbarlik yig'ini ochildi. Sharq Turkiston mustaqillik hamkorlik munbiri ochildi. Bunimi shu imzo qo'ygan tashkilotlarningki ko'p qismi bunga qatildi deb xabarim bor. Shuningdimi oldi bilan hozirgi planlangan, ya'ni bizningki qilishga arzu qilgan, ammo ilki ya kuch jihatdan, ya masalan insoniy adam kuchimizning ozligidan yoki boshqa bir kamchiliklarımizdan qilolmayotgan ishlarimizni qilish uchun shu harakat qadamlarini qanday olib boramiz, shuni o'tirib ishni qanday qilamiz? Amaliy ishni qanday qilamiz? Chunki eg'izda hamkorlik qilaman degan bilan amaliy ishga o'tkazishimiz kerak bu ishlarni. Nurg'un ziyon tortdik. Masalan, bu 2018 dan beri hozirga qadar necha qatim dedim qarindoshlarimizga, dunyoning har qaysilariga. O'zlarini mustaqilchilik deydiganlar bir yoqqa kelib, birlikda harakat qilaylik. Hamma narsamiz o'xshib ketmasmi, ammo muhim masalalarda birlikda harakat qilaylik. Mayli birlikda bayonot bo'lsin, birlikda shunda xit yozish, parlament a'zolari bilan birlikda kurashish bo'lsin, mayli boshqa narsa bo'lsin, birlikda qilaylik deb necha qatim chaqirdik. Hatto necha qatim dedim, kelinglar, qaysi o'rinni xohlasanglar, iqtidoring qaysi nimaga yetsa, shuni qilinglar. Mening iqtidorim masalan men Uyg'urchada xalqimizga u qadar boshqalardek jonliq xalqimizni jonliq bir joyga kelib unda og'ziga qulqiga yoqadigan so'zlarni qilib qoyil qilish nimam yaxshi emas. Chunki meniki haqiqatni so'zimsam bo'lmaydi, meniki tafakkurim inglizcha. Buni men o kadar tirishtimki ingliz tafakkurdan Uyg'urcha tafakkurga nim qilma deb, ammo yana shu. Aslida hozirmi gap qilayotganimda, bunday gap qilishim bilan oldi bilan kallamda inglizcha o'ylab qolaman. Ondan keyin buni tarjima qilishim kerak Uyg'urchaga. Uyg'urchamda chog'liq yerlarim bor. Shuning uchun o'tganda qurultaydim dedim. Men
Uyg'urchani yaxshiroq biladigan birisi beshimiz kirish kerak. Hmm. Men bu ishni nima qilolmaydi ekanman, xalqimiz bilan munosabatni boshqa tashkilotlar bilan, ya'ni diasporadagi tashkilotlar munosabatni uritadigan birisi chiqish kerak. Men shu tashqi ishlarga mas'ul bo'lsam ham shuni to'g'ri ko'rsanglar men shuni qila olaman. Chet elliklar bilan yaxshi chiqisha olayman. Men qila oladiganim shu dedim. Meniki iqtidorim shuni yetadi. Tashqi siyosat o'qigan kasbim shu. Undan keyin ozroq bexatarlik nuqtasida istixborot to'g'riliq o'qiganim bor. Shuning uchun shu ishni men qila olaman dedim. Hammamiz shu o'zimizga loyiq ishni, qila olganimizni qilishimiz kerak harakatimiz bilan. Eg'izda hamma narsaga aralashib olib, "Mani qildim" deb bilan amaliyotda uni ishga oshirish kerak. Shuning uchun bundan keyin va burundan da'vat qilganimdek, bundan keyin hamkorlikni shu ish ustida bo'lishi kerak. Qila olgan ish ustida hamkorlik qilishimiz kerak. Meniki deydiganim shu. Amaliyat qilishimiz kerak. Biz hamkorlashishimizda ko'pchilik gaplarni qildik, o'tirliq gaplar bo'ldi. Endi bizga navbat keldi. Hamkorlashishimiz, lekin harakat ish ustida, amaliy ish ustida. Chunki gap degan eg'izdan oson chiqadi, ammo qilmoq. Lafzini bejar keltirmak tas, soliqni demakchi o'g'ini dal shu yer. Ammo soliqni ko'rganlar bu Uyg'urchani yaxshi qilolmayman dedi. Uyg'urchani yaxshi qilyapti-da. Bu hamda ikkinchisi bu hamkorligimizninki tüpki prinsipi. Biz bu hamkorlik deymiz, har qanday bir hamkorlikninki bir prinsip bo'ladi. Sizce nimadir? Birinchi bo'lib, masalan, bu Sharq Turkiston hamkorlikning prinsipi bu bizningki Sharq Turkiston hamkorlikning prinsipidan emas, umumiy har qanday hamkorlikning prinsipi oldi bilan o'zaro e'tirof qilish bo'ladi. Bir-birini e'tirof qiladi. To'g'ri. Bir-birini e'tirof qilmay turib, hamkorlik o'rnini topmaydi. O'rnamaydi. Unda hamkorlik yo'q. Siyosiy prinsipninki nimasi shu. Oldi bilan bir-birini e'tirof qilishing kerak. Andan keyin hamkorlik qila olasizlar. Shuningga biz bilan hamkorlik qildiganlar, ya'ni hukumat bilan shu mustaqillik harakatida. Chunki hozir mayli buni e'tirof qilinglar, mayli e'tirof qilmanglar. Xalqimiz mayli buni e'tirof qilsin yoki boshqa tashkilotlar mayli buni e'tirof qilg'iz kelsin, e'tirof qilmasin. Hozir Sharq Turkiston mustaqillik harakatini yetaklayotgan deb qaralayotgan birdan bir organ shu Sharq Turkiston surgun hukumati. Hozirda masalan Uyg'urlanishida boshqa gap. Uyg'urlanishida voy hammamiz mustaqilchi deb Uyg'urchida bir-birimizga o'zimizdan mustaqilchi deb nim qilganimiz hammamiz qila olamiz. Ammo uni amaliy ishga oshirib, chet elliklarga xalqaro mustaqillik harakatini epirayotgan rasmiy uslubda hozir tutilgan birdan bir narsa bor, u bo'lsa surgun hukumat. Hozir. To'g'ri. Buni mayli qabul qilinglar, mayli qabul qilmanglar, bu bir haqiqat. Shuning uchun albatta bu yerda boshqa tashkilotlar bor, mustaqillik harakatini epirayotgan, shuning qilayotgan, uni e'tirof qilishimiz kerak. E'tirof qilib bir-birimizni e'tirof qilish nimasi bilan bu hamkorlikni boshlashimiz kerak. Ishonch bog'lashimiz kerak bir-birimizga. Bir-birimizga ishonmay, bir-birimizni tuvankirab yoki nima qilib yoki menmenchilik qilsak, bu hamkorlik hosil bo'lmaydi. Shuni bilishimiz kerak. Oldi bilan bir-birimizni o'zaro e'tirof qilish kerak, hukumatni e'tirof qilishimiz kerak. Hukumat har qanday qiyada tashkilotdan ustundir. Buni bilishimiz kerak. Hamda hukumatmi hamyada hukumatlarmi tashkilotlar bilan shu o'rtaq masalalar to'g'riliq hamkorlik qilib beradi. Shuning uchun bizning hukumatimizmi tashkilotlarimiz bilan, diasporadagi barliq tashkilotlarimiz bilan, xalqimiz bilan hamkorlik qilib berishimiz kerak. Bu bir shart. Bu hamkorlikni qilib olmasak, bu bizning qiladigan doim 4 yilning 5 yilning yozib meniki o'tirib qo'yayotgan narsada masalan qilimiz degan narsaninki ko'pinchisininki tizdan urat chiqmasligi shu bu o'zaro hamkorlikni kuchlantirmasligimiz uchun ko'pinchilarimiz oqib surilib ketib boradi. Va bu oqib surilish umumiy Sharq Turkiston xalqiga ziyonli. Chunki bir qanchalik ostimansak
düşmanışga şunçalik vaqt qazanıp bergen bolamiz. Özümüzningki vatanimizda, Sharq Turkistonda xalqimizning qirilib ketishiga şunçalik vaqt qazandırıp bergen bolamiz, aziz qarindoshlar. Biz düşmanimizga vaqt qazandırmasligimiz kerak. Biz qo'limizdan kelganini, qilalig'imizni, qilamaganimizni emas, qilalaydiganimizni qilishimiz kerak. Qilalig'imizni qilib, uningdan keyin Allohga, ey Allohim, o'z panohingdan bizlarga yordamchilarni evat, bizlarga nusrat evat desak, uningdan keyin inshaalloh duosimiz qabul bo'ladi. Ammo hamkorlik qilmay turib, harakat qilmay turib, og'zimizda aqmidi, bu aqmidi, bir ishni mangmay turib, biz bir-birimizga ziddiyatlashsak, aq cheti, ko'k cheti bo'libman mustaqillik tarafdorida. Yana bir narsani eskartib qo'yg'im bor bu yerda. Buni mayli to'g'ri tushuninglar, to'g'ri tushunmanglar. Bu yerda ba'zilar uzundan beri buni shu Erkin Akram boshlatdi-ku bu o'ng qanot, so'l qanot deyishni nimsini. Xalqimizningki diasporasiga ikki bo'linishini. Bu yerda unda o'ng qanot, so'l qanot deydigan vaqt emas biz uchun. Bu yerda birlam narsa, ikki narsa bor. Ya Sharq Turkiston mustaqillik tarafdorisan yoki Xitoy ishg'olchilarining tarafdorisan. Boshqa narsa yo'q. O'ng qanot, so'l qanot yo'q. Ya Sharq Turkiston uchunsan yoki Xitoy uchunsan. Boshqa narsa yo'q. Buni bilishimiz kerak. Chunki boshqa yerda qarsanglar, so'l qanotkilarmi, boshqa umumiy dunyo vaziyati qarsanglarmi, so'l qanot dilimi milliy mustaqillik harakatini yapganlar bor. Nurg'un yerda. Nurg'un yerdagi milliy mustaqillik harakatini yapganlar yolg'izlar o'ng qanot emas, so'l qanotli yetaklagan yerlarim bor. Siyosiy iqimnasdan. Bu yerda unda ayrimchilik qilmasligimiz kerak bizning masalamiz kelgan chaqda. Ayrimchilik qiladigan yer faqatlam bir. Ya sen Sharq Turkiston uchun, ya sen Xitoy uchun. Xolos. Shuning uchun biz buni bir tushuntirib qo'yay dedim xalqimizga. Ammo hamkorlikningki qilish nimasida oldi bilan birinchi sharti shu o'zaro e'tirof qilish, undan keyin shu Sharq Turkistonning hamkorligiga kelgan chaqda biz kim bilan hamkorlik qilamiz? Mustaqillikchilar bilan hamkorlik qilamiz. Ya'ni Sharq Turkiston deydiganlar bilan hamkorlik qilamiz. Xitoylar bilan yoki Xitoy parastlar bilan yoki manqurt Xitoy g'alchillar bilan hamkorlik qilmaymiz. O'zini bu tarafdan bu tarafdan voy biz Sharq Turkiston deymiz deb qo'yib, inglizchada Sharq Turkistonniki biz mustaqil xalqimiz mustaqillik talab qilmaydi, aqchi ko'kchi deydiganlar bilan ish qilmaymiz. Biz shu Sharq Turkiston davlatini asli keltirma deydiganlar bilan Sharq Turkistonningki mustaqilligini keltirish uchun kurash qilimi deydiganlar bilan hamkorlik qilamiz. Mayli u o'zimizdan chiqsin, mayli sirtdagi, masalan, sirtdagi chet elliklar agar Sharq Turkistonning mustaqilligini qo'llaymi desa, ular bilan hamkorlik qilamiz. Bizningki meniki doim qilayotganim shu. Har qanday chet elliklar bilan nimalar bilan hamkorlik o'rnatgan chaqda, ya'ni mayli surgun hukumat orqali bo'lsin, mayli milliy harkat orqali bo'lsin, agar bizning mustaqilligimizga qarshi bo'ladigan kishilar bo'lsa, ular bilan qat'iy hamkorlik qilmaymiz. Mayli amerikalik bo'lib ketamdi, boshqasi bo'lib ketamdi, uning bilan karimiz yo'q. Rahmat. Bu prinsipni aytib ochiq bo'ldi. O'zaro hamkorlashish dedik. Bundan keyin hukumat har qanday tashkilotdan ustun bo'ladi, hukumatni e'tirof qilish shart degan bu bizning prinsipimiz. Undan keyin o'zaro ham hukumatni ham o'zaro e'tirof qilishimiz kerak. Oldingi shart shu. To'g'ri. Bir-birimizni e'tirof qilishimiz kerak, bir-birimizni hurmat qilishimiz kerak, bir-birimizningki ustunlik yerlarimiz bo'lsa, shu ustunligimizni e'tirof qilishimiz kerak, kamchilik yerlarimiz bo'lsa, kamchilikni e'tirof qilishimiz kerak va bir-birimizningki shu kamchiliklarni to'liqlashimiz kerak va kuchimizni bir narsaga nishon qilishimiz kerak. Bir-birimizga emas, dushmanimizga, Xitoyga nishon qilishimiz kerak. Tajovuzchilarga, dushmanlarga nishon qilishimiz kerak. Bu faqat hamkorlikning nimasi, bu shunday bo'lishi kerak. To'g'ri. Faqat mustaqillik uchunlar, mushni niyat qilsaqlar, ham ish oson bo'ldi. Hamda bu hamkorligimizni dedik, bu oxirida biz bu hamkorligimiz qanday bir maqsadga yetishni nishon qiladi. Masalan, biz hammani dedik, hamkorlashdik, qanday bir nishonga yetamiz. Bu yerda
bu aldığımızdaki biz burundim dep kelayotganymyzmy we aldymyzda sürgün hökümetninki oturup koygan Şarkı Türkistan mustaqillik hamkarlyk munberi. Yani bu ýerde mustaqillik nişan şu. Döwletimizning mustaqilligini asly keltiriş. Şunun üstüde hamkarlyk kılymyz. Ahırkı nişanımız mu, hem birinci nişanımız mu, en mukaddes nişanımız mustaqilligimizni asly keltiriş. Şunu bilişimiz gerek. Mustaqilligimizni asly keltirgenden keyin, ondan keyin bizninki dini haklarımız mı buldu, kişilik hukuklarımız mı buldu, insandaki yaşaş haklarımız mı buldu, tilimiz ne, dinimiz ne, özümüzninki hatta mevcutlukimizni saklap kala alaymiz. Döwletimiz bolmasa, mana bugünkidek içe çıkmaydıgan, näge basak kırıldıgan, iziledigan bir halet küçüp kalymyz aziz karandaşlar. Şunun için bizninki en ahırkı nişanımız emas. Birinci nişanımız döwletimizning mustaqilligini asly keltiriş buluş gerek. Bunu 2018'den tatip dawatymy. Nişanımız muş buluş gerek. Başka narsany kayırıp duruşumuz gerek. Muş nişan üçün birlikte küreş kılışımız gerek. Ve birlikte küreş kıysak, şu nişan üçün hareket kıysak, elbette galbi kılımız. Elbette galbi kılımız. Çünkü hak bizning taraftarıda. Şunu bilişimiz gerek aziz karandaşlar. Biz bir beslewagan bir döwlet, işgal astydyky bir döwlet. Bunu unutmaslıkımız gerek. Bizninki bir vatansiz millet emas. Şunu bildirip koýaý. Nurgun ýerde nurgun üzümizninki muşu davagar karandaşlarımızninki hatta mustaqilçi taraptarlarydym bu hata hukumlar çıkıwatydy. Biz vatansiz bir halyklar. Biz vatansiz bir halyk emas. Bizning vatanymyz bar. Taryhdan buyan yani en az degende 9000 ýyldan tatyp aşağıda Şarkı Türkistan bizninki vatanymyz dep kelewatymiz. Şu ýerde jaýlaşyp kelewatymiz. Taryhy arheologik materiallar garasaňlar azdyk ýakynky çykkan. Yani ta şu muz iriş wagtydan Ice Age davrinden tatyp şu ýerde bugünkü yani özüne Uygur Şarkı Türkistanlyk diýdiganlarynki ajdatlary şu ýerde ýaşap kelewatydy. Bizning vatanymyz bar. Afsuski döwletimiz 1949-ýyly koldan ketdi. Bizninki nişanymyz şu döwletimizni asly keltirip taemme Şarkı Türkistanyň 1.828.918 kilometr kvadratlyk zeminniemme kısmını ta bir geriç kısmı kadaremme kısmını mustaqillik nasıl keltiriş yani azat kılış ýa-ki Xitay düşmanimizni tajawuzçylarny koglap çykyryş bizninki nişanymız şu. Şunu nişan kılışımız gerek. Başka näsini emas. Şunu nişan kılışımız gerek. Döwletimiz mustaqil bolgandan keyin ondan keyin başka işlerimiz ret kısalanydy. Bizninki başka döwletlik şu zamanlam kudretlik bulap ketmesekmi? Asta tilimiz, döwletimiz bolgandaki tilimiz mi jaýyga düşdi, gaýtadan medeniyetimiz mi jaýyga düşdi, ahlakymız, dini jihatdan medeniyetimiz hem näsi jaýyga asta düşdi. Ve burun kandak döwletimiz öz wagtynda güçlük bir döwlet bolsa, bizmi mustaqil bolup bir 20-30 ýyllyk kalma, yani şu taryhda güçlük bir döwlet bolganymyzda, yani şu güçlük döwlet likimizni jary kılymyz karandaşlar. Rahmet. Sizniki mushundaq bir aqidada yaşawatganlygyňyzy barlyk insanlar biladi dep oýlaýman. Bolapmy ýaşlar öýgiliş gerek. Mustaqillik üçin kireş kılywatgan we mustaqillikni aqida kılgan Salih Hudaýar aldyňda turupdy. Mustaqil wetanymyz bolsa, hemme nememiz bolady degen düşündi hazır. Bunundan täsirlenmeýän insanlar bolmasy gerek dep oýlaýman. Endi bu ýakynda dokninki bir nemesi çykdy, setçiligi, jinsi paragatçylyk siliş degende. Bununğa nisbeten teşkilatlar bilen bizning hökümetniň tutgan pozisiýasy okşamady. Teşkilatlar özüni bizge habar kılыңlar, biz muşunu yetkizimiz başka ýerge dedi. Amma siz bunu çokum yerlik kanun organlary bir tarap kılıç gerek. Dediniz bunun asasy näme sizin? Bununki nurgun asasy bar bu üçin. Aldy bilen hakykatny kılışymız gerek. Bizninki onu sürüşdi kılıp o kişilerni jazalaş, bizde o güç yok. Hiç kanda bir teşkilat yok. O güç fakat döwletde bolady. Bizde hazır güç yok. Jazalaş, onu
eýbini şu qilgan jinaýetler kadar jazalaş bizde unda güç yok. Yani bir sürgünde hükümet buluş süpütümüz bilen bu en kudretlik yani nime müstakillik hareketi en çoğun nime buluş süpütümüz mi? Bununla güçümüz yok. Çünkü bizninki organlarımız yok. Onda Xitaylı'nınki nimelerini tutup jazalaydıgan. Hazır şunda imkaniyetimiz yok. Başka teşkilatlarının bunda imkaniyeti yok. Bir bu. Şunun için şu yerdeki devletler yani bizge sahip kallık kılavatkan devletler mesela bu kişiler biri Amerika'da ve Germanya'da bulavatdı ya. Bu kıygan kişilerinki. Şu yerdeki devletlerge besim düşürüşümüz gerek. Yani çakırık kılışımız gerek. Şu yerdeki teşkilatlarımız tizimlangan teşkilatlar bolsun yoki xalq bolsun muşununga duçar bolgan kurballar bolsun, meyli ayal kişi bolsun, meyli başkalar bolsun. Şu yerdeki devletninki kanuni organlarga, mesela sakçılarga, istihbaratlarga ma'lum qilish kerak. Teşkilatlar buluş bilen Ichki ishlar ministerligi yoki istihbarotiga yoki tashqi ishlar ministerligi qadar shu xat yezib, shular bilan aloqalashib, mani teşkü, ma maslni surishti qil va mushunda jinoyatni o'tkazganlarni o'zining qonuning bo'yicha jazala deyishimiz kerak. Bizning qila oladiganimiz shu. Hamda qurbonlarga kelgan vaqtda, buning duchor bo'lganlarga kelgan vaqtda bu o kadar şermendi işki bunu başkalar deyişi. Çünkü bizninki bu Uygurların arasında bu hakikatni ko'ngilga almanglar ama Uygurlar sır tutanmaydı ki köpünçimiz. Bu bir hakikat. Sır tutuşta o kadar nime ekenmiz ki biz. Allah yardım kılsın nime dey. Nimige bu iş duçar kelgen qurbonligimi o'zininki maxfiyatligini, o'zininki yüz obro'yini saqlab qolish uchun shu eng yaxshisi shu chet ellik ya'ni o'zininki turishlik davlatininki davlatga nima qilish kerak. Chunki uninki maxfiyat saqlash usullari, bexatarlik usullari bizninkidan, ya'ni hukumatimizninkidan, teşkilatlarımızınkinden neçe meng'as üstün. Çünkü ulada sistem var. Ulada şu işlerini aparalaydıgan yani şu işlerini aşında sistemini kılalaydıgan yetişken adamlar var, tecrübeler var. Ilkma o resources nime deydi Uygurçada? Şarait nime ma o kereklik nimeleri var. Onun deyken yani birisi u yerda yana eskertib qo'yganim Uyg'ur tarjimalini yoki Xitoy tarjimalinidan birini ishlatmanglar. Yani masalan bu FBI'ga nim qilsanglar, Uyg'urcha biladigan shu FBI'ning o'zining odamlari bor. Amerikalik, Xitoy emas, Uyg'ur emas, Amerikaliklar bor. Uyg'urchani mendan yuzasi yaxshi so'zlay oladigan. Men nechisini ko'rdim ashunda. Bilma. Şuluğu nima qilish kerak? Shunda tarjimalni akka deb. Aşılığa yetiş kerak. Çünkü Uygurning yanında o'tsa hijil bo'ladi o kishi. O'zininki ahvolini deyishga. Uningdiki tarjimonlikda bexatolik bo'lib ketishi mumkin. Çünkü biz buni necha qatim ko'rdik. To'g'ri tarjimal qilmaydigan ishlar yuz berdi. O hijil bo'lib, ma Uyg'ur boshqasi deb qo'yamikin deb umumiy ahvolni deyolmaydigan yerlar bo'lib qilishi mumkin. Shuning uchun bu ishninki pokiz 100% ep berilish uchun ham bu davlatninki buningki tafsilotini qanday ish bo'ldi va shuni tafsiliy surishti qilish uchun 100% haqiqatni erishish uchun ham o qurbonlarninki bu ishga duchor bo'lgan xonim qizlarninki va yoki boshqalarninki o'zining bexatarligini, uchurlarninki bexatarligini saqlab qolish uchun eng yaxshi usulmi shu. Chunki hozir bizda bunda sistem yo'q. Haqiqatni aytmasak bo'lmaydi. Hatto o'zimizning masalan necha yilning azminiki
Beşimden ötken tecrübem şu. Hı. Bugün özara 4-5 Uygur bilen teşkilatımızdı mani kılımız desek, yapılan ertesi oturğuç ketiyatkan işpa düşman tarafıdın bu işimiz buzulatkan yerlerini köydüğüne çıkıttım. Şunun için bu nazik meselede kanuni yollar enim kılış gerek. Teşkilatların kılalaydıgını şu kanuni organlığı tunuştural ma organınki numara ma o dep çıkarıp koyalışımız gerek. Onandaki şu organlığımı özümüzmü teşkilat yoki hükümet süpüt bilen mesela hükümet süpüt bilen yazıdı o. State Department'ga, istihbaratga, parlamentninki muşunda işlerini küzdüdüğün Oversight Committee'liğe xet yazıp yazgınımızdaki yazdık ağzı zaten. Muşun süreçti kılan diyelerimiz. Kılalaydıgınımız şu. Doğru. Rahmet, siz bunu kanuni yoldan buluş gerek. Şu ziyankeşlik uçurğuçlarınki menfaat qoğduluş gerek. Çünkü bizde onda organ bulmağın için biz kılanmayımız degen noktadan çıkış kılıp Salih Hudayar bizim hükümetke vakaleten bu videonu çıkargan. En ahırda biz bu hemkarlık dedik, emeli iş dedik. Qandaq qilsak biz emeli iş qilgan bolamiz mesela. Aldı bilen mesela hazır nurgun bu teşkilatlarımı emmesiga şu aldığımızdaki Şarkı Türkistan hemkarlık munbiriga qatnaşıdığan teşkilatlarının emmesiga yetkizildi deme gün tartib ve onundan burunmu mama işilda manda işilda hemkarlık qiyğımız bar dep nurgun meselelerini oturup koyduk. Mesela içki icatdan bolsun, diasporadaki işlerden bolsun yoki tashqi icatdan bolsun. Mesela bizninki hazır bu davasımızınki xalqaralaşanmaslıqninki sebebininki en mühimi xalqaraga toğru anlatanmayotganligimizdan. Yani bunu sürgün hükümet o kadar tırışıyatımız ve asta nim kılınıyatıdı ama yani yeterlik emas. Çünkü bunu fakat yalgızlam sürgün hükümetle asacatımız chet el tilida anlatıyatıdı. Devlet meselesimizni, mustaqillik meselesimizni, qalan teşkilatlarımız köpüncüsü şu Uygurça dillam özümüzne, şu halkımızga anda qilishimiz kerak, manda qilishimiz kerak deplam kityapmiz. Biz özümüzge aytmay bu datni. Zaten bilimiz hammamiz qanda datlikimizni, devletimizning beslavaganligini, xalqimizning irqiy qirg'inchilik uchrayotganligini, qirilayotganligimizni, nishonimizning mustaqilligini hammamiz bilamiz. Bir bilmeydiğen Uygur yok dep oylayman. Hammamiz biladi o. Albatta bazı münafıklar qarshi turdi bunga, bilib turibmi? Ama xalqimizning umumiy qismi mustaqillikdan boshqa yo'l yo'q ekanligini necha qatim pakitlab, tekrarlab xalqaraga bildirib nima o'zara bildirib boldik. Gerçi xalqaraga o kadar kuchli bildiranmaganimiz bilan. Shuning uchun biz harakatimizni o'sha xalqaraga markazlashtirishimiz kerak. O'sha söz en oddiy qildigan ishlarimizni masalan o'sha bayonot yazsakmı? O'sha devletimizning mustaqillik hareket meselesi to'g'riliq bayonotlarni nimalarni ko'p hambarlashimiz kerak, ko'p maqolalar yozishimiz kerak, ahvolimizni chet el tillarida. Dardimizni chet elliklarga, xalqaraga anlatishimiz kerak aziz qarindoshlar. Özümüzge emas, özümüz zaten bilimiz. Bizninki bu Xitoy nima deydi o? Xitoy va Xitoyninki g'alchilari nima deydi o? Mustaqilchilar az bir qism. Mana buniki az bir qism 3-4 mustaqilchi qolganlari Xitoy bilan yashashni xohlaydi deb nima qiladi? Va ularninki ko'rsanglar bu Xitoyninki va Xitoy g'alchilarininki qilayotgan teşvikatları o kadar chet ellikka o kadar yayıdı. Ama mustaqilchilarninki mustaqillik hareketininki o kadar yayılanmayotidir. Nima sababdan? Shuni qildigan adam yo'qda. Qiladigan yetarlik adam yetishmayotidir. Bizninki qiladigan masalan nimamizdan birisi nimaga bu qo'ydik? Hamma teşkilatlarga yuvatildi. Aldı bilan mushu Şarkı Türkistan siyasi institut şu hükümetimizge ve barlık Şarkı Türkistan mustaqillik hareketiga
qadam qilayotgan, mustaqillik uchun kurash qilimi deydigan barliq tashkilotlarga siyosat belgilaydigan, maslahat nima qiladigan, masalan, bir think tankdek birini qurib chiqishimiz kerak. Masalan, Tibet surgun hukumatninki Tibet Policy Institute bor. O Tibet Policy Institute yalg'izlam surgun hukumatga qilgan maslahat bermaydi. Umumiy Tibet mustaqillik harakatidagi tashkilotlarga nimalarga siyosat belgilab turdi. Ma'ni qilish kerak, manda ishlik, manda position ko'rsatish kerak deb. Masalan, har bir davlatga ayrim siyosat belgilashimiz kerak. Shuning uchun bizningki ziyolilarimiz, nurg'un ziyolilarimiz bor, o'tirdi qilib qilayotgan. Buning qatnashishi kerak. Mana xalqningki sizning qiladigan xizmatingiz shu. Shu hukumatimizga, mustaqillik harakatimizga siyosatninki to'g'ri berish uchun, qadamimizning to'g'ri menish uchun har bir davlatninki o'xshamaydi. Chunki ba'zi davlatninki sharoiti boshqanda, ba'zi davlatning sharoiti boshqanda. Shuning qarta bizning qo'limizdan kelalaydigan ishlarni bilishimiz kerak. Ayat sharoitli qandoqlikni bilishimiz kerak va shuning qarta siyosat yurgizib, siyosat davosimizni, Sharq Turkiston mustaqillik davosini xalqaralashtirishimiz kerak. Qiladigan ishninki hamkorlashadigan ishning birisi shu. Ikkinchidan, chet ellikni necha qitim deb ketdi buni menga. Sizlarninki o'zingizninki, ya'ni bu mustaqillik harakatiningki nimasidan, lens, ya'ni aynikidan deylik, xalqaro o'zing mustaqillik harakatini tunishtiradigan, Sharq Turkistonni bulayotgan, sizlarning qilayotgan ishlarni, bulayotgan, sizlarning qilayotgan harakatlaringni va o'sha xalqaro vaziyat bu aloqador xabarlarni Sharq Turkistonlik mustaqillik harakati bo'lishinglar bilan anlatishinglar kerak. O'zingizning lensdan. Xalqaro sizlarningki nima o'ylayotganligingni, davosing nima ekanligini bilish kerak. Bizning maydonimizni, to'g'ri. Yo'lingni qanday yo'l tutyapsizlar, qanday ish qilyapsizlar, nima faoliyatlar qilyapsizlar, buningdan doim xabardor bo'lish kerak. Sharq Turkistonda nima bo'layotdi, buningdan doim xabardor bo'lish kerak. Buni eng oddiysida inglizcha tilda va boshqa tillarda, xalqaroning cho'ng tillarida qilishinglar kerak deb buni necha qitim taklif qildi. Yana shu kamchilik yerimiz, buningga adam yetishmay qoldi. İqtidarlık qilman deydiganlar bor, ya bir tarafda turib oldi, ya o'zining boshqa bir tashkilotlar bo'lib, u tashkilotlar orqali shu hamkorlik urintanmadik hozircha. Buni nim qilishimiz kerak. Yana birisi doim qilayotganimiz, ammo texmi yaxshi qila oladigan ishimiz shu o'rtaq nishonimiz bir ya, prinsip nimamiz bir ya. Ash muhim masalalarda bir her teşkilatninki ayrim faaliyet qilsakmı ya bir yerda o'zimizninki kichik faoliyatini mi qilsakmı, cho'ng faoliyatni birlashtirib qilsakmı, og'zimizdan chiqayotgan terminologiyalar, data, ya'ni uchur nimalar o'xshash kerak. Masalan, davlatimizninki zamin butunlik nima, zamin cho'ngligi 1,828,418 kilometr kvadratlik zamin. Hammamiz shuningda o'rtaqlashishimiz kerak. Davlatimizning xaritasini o'rtaq nim qilishimiz kerak. Hozir ko'pincha tashkilotlarimiz shu Xitoy sizib bergan atalmish avtonom rayonning xaritasini nim qilib, Sharq Turkiston deydi, u xato. To'g'ri xaritani biz surgun hukumat shu burunqi birinchi Cumhuriyet, ikkinchi Cumhuriyet, Yaqubbek davridagi va hatto Yarken xandonlik davriga aloqador xaritamning nimalari qarab, materiallarga qarab to'g'ri xaritamizni o'tirib qo'ydik. Shuni ishlatishimiz kerak. Davlatimizning ismi bir Sharq Turkiston, boshqa narsa emas. Atalmish Uyg'ur rayoni emas, atalmish boshqa narsa emas. Sharq Turkiston. Uning birlikka kelishimiz kerak. Eng aqlli shartimiz shu. Eng boshdan qiladigan narsamiz shu, hamkorlikning kelimsida. Qildigan ishimizga rahmat. Yana boshqa nimalar bor? Ondan keyin masalan, zaten bu indigenous masalasida ko'pinchimiz bir yerga kelib bo'ldik.
uni red qildiganligimizni shuni texmin qilishimiz kerak. Konkretlashtirishimiz kerak. Siyosiy jihatda ba'zi yerlar qatnashadigan yerlar bor, qatnashmaydigan yerlar bor. Xitoylar bilan qat'iy hamkorlik qilg'ili bo'lmaydi. Meyli o atalmış demokratçı Xitoy bo'lsin, insonparvar Xitoy bo'lsin, o'zini musulmon deydigan tungani Xitoy bo'lsin, Sharq Turkistonning mustaqilligini e'tirof qilmaydigan, uning qarshi turadigan har qanday Xitoy bo'lsin, undalar bilan qat'iy hamkorlashishga bo'lmaydi. Ular bilan hamkorlashish kerak bo'lsa, oldi bilan shu shartni qilishimiz kerak. Boshda birinchi sen Sharq Turkistonning beslab olgan davlat ekanligini e'tirof qilasan. Ikkinchi, bu yerda Xitoyning Sharq Turkistondagi olib borayotgan irqiy qirg'inchiligini la'natlaysan va buni e'tirof qilasan. Üçüncü, Sharq Turkistonninki zimin butunligini, ya'ni 1,828,418 kilometr kvadratlik ziminini hurmat qilasan. Shuni hurmat qilgandan keyin undan keyin sen bilan hamkorlashishninki boshqa nimalarni nim qilsak bo'ladi, muzokiralashsak bo'ladi deyishinglar kerak. Uni qilmay turib Xitoyning bir yerda turib qilishimizmi siyosiy bexato, cho'ng bir siyosiy bexato. Rahmat. Bizningki nurg'un ishlarimizga nurg'un insonlar kerak bo'ldi ekan. Saloh Xudoy rozi ramin deb o'tdi. Hamlet agar deb kelsa, texnik ishlarimiz bor, lekin o'rtaq qilishadigan birlikka keladigan nurg'un yerlarimizni Saloh Xudoy deb ketdi. Hamda oldimizda bir tarixiy fursat kelyotdi. 5-oyning 26-kuni bizningki hamkorlik munbirimiz. Sharq Turkiston mustaqillik hamkorlik munbiri. Ustida biz shu butun mustaqillikni aqida qilgan tashkilotlar birga kelamiz. Bu bir tarixiy fursat. Buni biz har qanday sabab bilan qo'limizni berib qo'ysak bo'lmaydi. Chunki biz shunday bir tarixiy fursat kelish uchun nurg'un tirishdik. Agar bu fursatni qo'ldan berib qo'ysak, xalqimizga javob berolmaymiz. Shunga biz buning shartlarini, prinsiplarini Saloh Xudoyor deb o'tdi. Mustaqilligimizningki bir munbarningki, hamkorlik harakatimizningki o'ngishli bo'lish uchun hammamizning bir duo qilishimizni, hammamizning tirishishimizni umid qilamiz. Oxirida surgun dokumentlarni xalq uchun xizmat qilgan, mustaqillikni niyat qilgan qo'llashinglarni umid qilamiz. Kelar qatim bizningki shu munbarimiz bo'lgan uchun biz bizningki Sharq Turkiston surgun hukumatiningki hukumat a'zolari buni qatnashadiganimiz uchun bu programma bir qatim to'xtaydi. Undan keyin bu munbarningki natijasini olasizlar. Mush vaqtinglar xayrli bo'lsin. Allohga emanet. Bir narsani qilib qo'yay yana qarindoshlar. Ondan keyin xalq sizlar market qilinglar. Yolg'izlam tashkilot qilib tashlab qo'ymay, o'zinglarmi bir Sharq Turkiston fuqarosi bo'lish majburiyatingni ado qilinglar. Agar bizning xatolik o'tkazgan bo'lsa, xatoligimizni ko'rsatinglar. Agar bizning kamchiligimiz bo'lsa, kamchiligimizni to'liqlanglar. Biz buni necha yilning yozdab kelyapmiz. Biz hech bir kishini yoki bir nimani chetga qo'yayotganimiz yo'q. Faqat munofiq va Xitoylar bilan birlikda va yoki Xitoyningki hamkordoshlar bilan birlikda shu davosimizni ziyon yetkazman, hukumatga yo'q qilaman deydigan munofiqlardan boshqalarga biz benim qilganimiz yo'q. Ishkini taqib yoki nim qilganimiz yo'q. Doim dedik, chiqib kelinglar. Bo'libmi o'zingni mustaqillikchi deydigan qarindoshlar, hammanglar o'zingizdan so'rashinglar kerak. Men nima ish qila olayman? O'zingni bir daftarni olib, hozir hammanglar bir qiladigan ish mush bo'lsin. Bir daftarni olib, qalamni yozinglar. Men nima ish qila olayman? Masalan, bir Sharq Turkistonlik bo'lish butun bilan mustaqilligimizni asliga keltirish uchun men qanday qo'sha olayman? Agar yoza oladiganimiz bo'lsa, chet el tilini bilib, yozish uslubimiz yaxshi bo'lsa, maqolalar yozishimiz kerak. Agar rassom bo'lsak, shu Xitoyningki Sharq Turkistonda bo'layotgan vahshiychilikni, nimalarni qilgan kartun va xalqimizga umid beradigan
nim qilgan karton bijnasini resimini nimani chizib chiqishimiz kerak. Agar dindar ulamo ziyolilar bo'lsa, diniy nuqtadan xalqimizni yetaklashimiz kerak mana mustaqillik yo'lida. Davlatimiz eng birinchi nim qilish kerak. Chunki davlat bo'lmay turib biz dinimizni qo'g'dayolmaymiz. Dinimizni qo'g'dayolmaymiz, hech narsamizni qo'g'dayolmaymiz. Mana qarin dinimizni tushunayotdi Xitoy. Nima qila olyapmiz? Qarindoshlarimizni, ana-singillarimizni, ochilarimizni, adillarimizni tajovuz qilyapti. Nima qila olyapmiz? Xalqni yetaklash kerak. Qur'on nima deydi u? Agar bir dushman sening ziminingga besib tushsa, sening birinchi majburiyating shu dushmanni qo'g'lab chiqarishing. Ziyolilarimiz, mullalarimiz bilan mushuni ta'kidlashimiz kerak. Shuningga xalqimiz yetaklashimiz kerak. Chunki yaqinda bir vaqt keladi. Yaqinda bir eng og'ir fursat keladi bizga. Shuningga biz xalqimizni diniy jihatdan, milliy jihatdan tayyorlab turishimiz kerak. Va sizning qiladigan ishingiz shu bo'lishi kerak. O tırnak yasashni, sakalını anda kesish kerak, manda kesishni qo'yib turayli azroq. Sakalını keyin kesib olsakmi bo'ladi, tarab olsakmi bo'ladi, keyin o'stirib olsakmi bo'ladi. Davlatimizni asli keltiriblar. Onunga hech bir ish putlashmaydi. Ammo davlatimiz bo'lmasa bizniki ne iymonimiz bo'ladi, ne boshqa narsamiz bo'ladi. Mana xalqimizni kofirlashtirib yetib bordi Xitoy. Nima qila olyapmiz? Musulmon davlatlarning hammasi Xitoy tarafda. Nima qila olyapmiz? Davlatimizning yo'qligidan bo'layotdi. Davlatimiz bo'lsa, dinimiz bo'ladi, erkinligimiz bo'ladi, huquqlarimiz bo'ladi, izzatimiz bo'ladi va mavjudligimizni kafolat qiladigan shu birdan bir narsa davlat. Shuning uchun biz davlatimizni asli keltirish uchun harakat qilishimiz kerak. Shuning uchun surgun hukumatimizning atrofida harakat qilishimiz kerak, shularni qo'llashimiz kerak. Ojizlik bo'lsa, ojizlikni to'liqlashimiz kerak, kamchilik bo'lsa, kamchilikni to'liqlashimiz kerak, xatoliklar bo'lsa, "Men xatolikni qildim" deb xatolikni tuzatishimiz kerak. Ondan keyin ishimiz rizqsanda qiladigan nurg'un o qadar nurg'un hamkorliklar borki, hozir aldı bilan boshdagi nimani qilmay turib, u yerga o'tolmaymiz. Bo'lmasa, xalqimiz sal tuzkroq bo'lsa, boshqalardek cho'ng bir hamkorlikni qila olaydik, cho'ng bir harakatni qila olaydik. Ammo u sharoitga hozir xalqimizningki ahvoli yar bermayotdi. Chunki biz dushmanimizni tunayolmayotimiz, maqsadimizni bir yerga qilolmayotimiz, nishonimizni bir nimga markazlashtirolmayotimiz. Inshaalloh umid qiladiganimki, bu oldimizdagi Sharq Turkiston mustaqillik hamkorligi umumiy xalqimizga davlatimizning asli keltirish uchun bir yaxshi bir boshlanish bo'lishini va qadamma-qadam yaxshi harakatlarningki hosil bo'lishini talab qilaman va shuning uchun duo qilaman va xalqimizning shuning uchun duo qilishini talab qilaman. Alloh bizni xoinlardan, munofiqlardan, sotqinlardan, dushmanlardan uzoq qilsin. Bizningki davoyimizni, bizning sepimizni xoinlardan, munofiqlardan, sotqinlardan uzoq qilsin va qo'g'disin va xoinlarning, munofiqlarning, sotqinlarning, dushmanlarningki o'yinlarini chug'uvsin va davlatimizning tizdan mustaqillikni asli keltirishga o'zaro qarindoshlik, hamkorlik qilishni va shu yo'lda kurash qilish uchun, badal berish uchun, vaqt kelsa badal berish uchun bizga jasorat, kuch-quvvat ato qilsin. Amin. Assalomu alaykum. Rahmat. Bugun mana shu qildigan gap chiqib qolgani uchun vaqt sal uzrab ketdi. Hammalarning mana shu vaqti uchun Alloh razı olsun. Allohga omonat. Bugungi programmamiz mushada tugadi.